Barchangizga salom alaykum. Siz YouTube olamida Doktor Uz kanalini tomosha qilmoqdasiz. Sizlar bilan sizlarning shifokorlar Muhammad. Bugungi mavzu albatta ajoyib mavzu bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz tushunasiz. Biz ushbu mavzu bilan kimnidir yomonlamoqchi yoki kimnidir shaxsiyatiga tegmoqchi emasmiz. Videoni noto'g'ri tushunmang. Aql tarozingizga qo'yib, o'zingizga kerakli joyini olib qolasiz degan umiddaman. Unday bo'lsa biz boshladik. Hammamizga tanish bo'lgan holat. Ibn Sino bobomiz rahmatli deb ko'ksimizga uramiz-ku, lekin Ibn Sino bobomizning tabobatidan aslo xabarimiz yo'q. Bugungi mavzu ushbu Ibn Sino bobomiz yoki bo'lmasam qo'shnim davolasin mavzusi bo'ladi. Biror yerimiz og'rib qolishi bilan o'zimiz uyda borki qo'l ostimizda bo'lgan dori vositalaridan foydalanishni boshlaymiz. U dori vositalari bizga to'g'ri keladimi, kelmaydimi, uni hattoki instruksiyasini o'qib chiqishga xohishimiz yo'q. Juda ko'p hollarda sog'lig'imizga befarqmiz. Misol uchun, oddiy bosh og'rish oqibatida ham siz uyda turgan aptechkani ochasiz. Bu albatta aptechka birinchi yordam dorilar emas. Buni tarkibida zaharli dorilar juda ko'p. Zaharli dorilardan biri bu parasetamol bo'ladi. Juda ko'p parasetamol ichish oqibatida jigar va jigar to'qimasini yallig'lashingiz yoki zararlashingiz mumkin. Bu haqida YouTube olamida parasetamolning zarari va uning tarkibi haqida videolar rosa ko'p. Shuning uchun biz parasetamolga to'xtalib o'tmaymiz. Siz ushbu aptechkani ochganingizdan keyin ichidagi bor dorini olib ko'r-ko'rona iste'mol qilasiz. Albatta bu dorini bir joyga yaxshi ta'siri bo'lsangizlar, ikkinchi joyga nojo'ya ta'siri bor. Yana qaytaraman. Ibn Sino bobomiz deymiz-u, lekin tabobatdan aslo xabarimiz yo'q. Hattoki meditsinskiy profilaktika haqida umuman gapirmasa ham bo'laveradi. To'g'ri, siz hozir kommentariyada men yilda 2 marta tekshiruvdan o'taman deysiz. Bu to'g'ri va bu uchun sizga rahmat deymiz. Ikkinchi masala, qo'shnim davolasin yoki do'sti birodarim davolasin. Siz o'zingizda bo'layotgan o'zgarishlar yoki kasallikning holatlari, simptomlari, sindromlarini do'stingizga, birodaringizga, qo'shningizga yoki biror xil tanish insoningizga aytasiz va ushbu inson ham o'ylanmay netmay sizga qanaqadir dori vositasini taklif qiladi. Misol uchun, boyaga aytgandek sizda bosh og'rig'i yoki shu kabi holatlar bo'lsa, menga mashi dori yaxshi ta'sir qildi, sen mashi dorini ichib ko'r deb sizga darrov dori yoki darmon vositalarini tavsiya beradi. Xo'p, agar u insonni meditsinadan xabari bo'lsa, ya'ni ushbu dorini qanaqa qilib ta'sir qilishi yoki tarkibini bilsa, ko'r-ko'rona tavsiya qilishi, ertaga sizni sog'lig'ingiz yo'qolishi oqibatida reanimatsiyalarga xudo ko'rsatmasin tushib qolishdan Alloh saqlasin. Undan tashqari dorilarning 99.9% reaksiyasi o'lim holatlarigacha olib borishi mumkin. Buni doktorlar juda yaxshi biladi. Kamdan kam holatlarda reaksiyani shoshilinch va tez tibbiy yordamlarga vaqtida yetkazib borilish oqibatida kasalga yordam beriladi. Har qanaqa holatda shifokor bilan maslahat qilgan holda sog'lig'ingizni to'g'ri davolang. Aytgancha jiv diagnostika haqida ham esdan chiqarmang. Uchinchi masala, bu hozirda juda ko'p aptekalar loqaslik qilyaptimi yoki boshqa bo'layaptimi? Men aptekachilarni yomon demoqchi emasman. Hozir aptekachilar menga tosh otishni boshlaydi. Luboy xil aptekaga kirib, meni boshim og'riyapti desiz, sizga 4 tadan 5 ta, 6 ta, 7 tagacha dorini oldingizga tavsiya qiladi. Farmatsevt provizorlar dorini tavsiya qilishdan oldin sizni shifokorga borib uchrashganingiz haqida ham so'rashi menimcha maqsadga muvofiq. Ko'r-ko'rona ushbu og'riq qoldiruvchilarni ichish oqibatida bitta kasalingiz ikkita bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun men yana qaytaraman, aptekachilar yoki farmatsevtlarni yomon demoqchi emasman. Prosta sizni bu qilayotgan ishingiz to'g'rimi? Va ertaga siz shu insonni sog'lig'i battar bo'lib qolishiga sabab bo'lib qolmayapsizmikin? Meditsinada asosiy bitta qonun bor. Zarar yetkazib qo'ymang, ya'ni noli nasari yoki nenavridiy. Har qanaqa insonga zarar yetkazish bu keyinchalik ushbu insonning sog'lig'iga va salomatligiga butun umr ta'sir ko'rsatishi mumkin. Juda ko'p hollarda ko'ryapmiz, og'riq qoldiruvchi ichib reanimatsiyalarga yoki bo'lmasam shoshilinch tez tibbiy yordam markazlariga bir ahvolda tushyapti insonlar. Shuning uchun biror joyingizda og'riq, isitma yoki shu kabi o'zgarishlar, simptom yoki sindromlar sezishingiz bilan darhol shifokor huzuriga boring. Xudoga shukr, rivojlanayotgan mamlakatimiz O'zbekistonda qishloq vrachlik punktlari, tuman punktlari, tez tibbiy yordam insonlari doimiy sizga yordam ko'rsatadi. Boyaga 3 xil litseniyani qilmasdan, albatta o'zingizni yashab turgan qishloq, tuman, viloyatdagi, hududdagi tibbiy muassasalarga murojaat qilgan holda professional shifokorlarimiz tavsiyasi va yordamidan foydalaning. O'zingiz ichgan dori yoki tanishingiz tavsiya qilgan dori yoki bo'lmasa aptekadan ko'r-ko'rona olib ichilgan dorilar sog'lig'ingizga qattiq putur yetkazishi mumkin. Bugungi videoni bizga olishga yaqindan yordam bergan va menga doimiy podдержка bo'layotgan Doktor Uz jamoasiga kattakon rahmat. Kuninglari xayrli va barakotli o'tsin. Keyingi video qaysi mavzu bo'lishini kommentariyada fikr mulohazalaringizni yozib qoldiring. Sizlar bilan sizlarning shifokorlar Muhammad bo'ldi. Yana YouTube olamlarida ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.